Armaniston tobora Rossiyadan uzoqlashmoqda. Putin bu jarayonga qanday munosabat bildiryapti? Suriyaning yangi rahbari keskin siyosiy qadam qo'ydi. Ahmad Ashara o'z qarindoshlarini hokimiyatdan uzoqlashtirib nimaga erishmoqchi? Assalomu alaykum. Bugun 10-may yakshanba. O'tayotgan haftada Armanistonda nafaqat sobiq SSSR respublikalari, balki dunyo ahamiyatiga molik siyosiy hodisa yuz berdi. 4-may kuni Yerevanda o'tgan Yevropa siyosiy hamjamiyati sammiti oddiy diplomatik yig'in emas, balki postsovet hududidagi kuchlar muvozanati o'zgarayotganining ochiq belgisi bo'ldi. Sammitda Yevropa Ittifoqining 27 a'zosi bilan birga yana 20 dan ortiq davlat rahbarlari qatnashdi. Unda Fransiya prezidenti, Germaniya kansleri, Buyuk Britaniya bosh vaziri, shuningdek Turkiya va Ozarbayjon rahbarlari ham ishtirok etdi. Bu Kavkaz uchun so'nggi 10 yillikdagi eng muhim siyosiy yig'inlardan biri sifatida baholanmoqda. Eng e'tiborlisi, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham Yerevanga tashrif buyurdi. Armaniston hozircha Rossiya ta'siri ostida ekanligi, bu yerda Rossiya harbiy bazalari mavjudligi inobatga olinsa, Zelenskiyning katta jasorat va tavakkalchilikni namoyish etganiga guvoh bo'lamiz. Har holda Putin bunday qilishga jur'at qilmagan bo'lardi. Ta'kidlash kerak, Yerevanda bir vaqtning o'zida bir nechta muhim siyosiy signallar yangradi. Eng asosiysi, Armanistonning tashqi siyosiy vektori o'zgarmoqda. Chunki Armaniston hali ham rasman kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi hisoblanadi. Bu ikki tuzilma Moskva uchun sobiq SSSR hududidagi asosiy integratsion loyihalardir. Ammo amalda Yerevan so'nggi 2 yilda ushbu tizimlardan uzoqlashishni boshladi. Bu o'zgarish tasodifiy emas. 2020-yilgi Qorabog' urushi va 2023-yilda Ozarbayjonning Qorabog' ustidan to'liq nazorat o'rnatishi Armaniston jamiyatida Rossiyaga nisbatan qattiq ishonchsizlik paydo qildi. Armaniston aholisi va siyosiy elitasi orasida Moskva ittifoqchi sifatida bizga yordam bermadi degan fikr kuchaydi. Ayniqsa KXSHT Armaniston xavfsizligini himoya qilish bo'yicha real qadam tashlamagani Yerevanda jiddiy siyosiy burilishni tezlashtirdi. Hozirda Gumri shahrida Rossiyaning 102 harbiy bazasi joylashgan bo'lib, u yerda taxminan 3-5 ming atrofida rus harbiylari xizmat qiladi. Rossiya Armaniston chegaralarining bir qismini ham haligacha o'z chegaralar orqali nazorat qilib keladi. Shu bilan birga Armaniston iqtisodiyoti ham ma'lum darajada Rossiyaga bog'langan. 2025-yil yakunlariga ko'ra Armaniston tashqi savdosining qariyb 35-40% Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Gaz ta'minotining deyarli barchasi Rossiyaning Gazprom kompaniyasi orqali amalga oshiriladi. Biroq shunga qaramay Yerevan Yevropaga yaqinlashmoqda. 2024-25 yillarda Yevropa Ittifoqi Armanistonga iqtisodiy, institutsional va xavfsizlik sohalarida yuzlab million yevrolik yordam paketlarini taklif qildi. Fransiya esa Armanistonga mudofaa sohasida texnik ko'mak berishni boshladi. Parij Yerevanni Kavkazda Rossiya ta'siridan chiqarish uchun strategik nuqta sifatida ko'rmoqda. Sammit davomida Emmanuel Makronning bayonotlari ayniqsa e'tiborli bo'ldi. U Armanistonning suveren tanlov huquqini himoya qilishini aytdi va Yevropa Kavkazda xavfsizlik arxitekturasini qayta qurishni xohlayotganini bildirdi. Bu esa Moskva uchun ochiq chaqiriq sifatida qabul qilinmoqda. Sammitda Vladimir Zelenskiyning qatnashishi ham ramziy ahamiyatga ega bo'ldi. Chunki Rossiya Ukraina urushi boshlangandan beri birinchi marta Ukraina rahbari KXSHT a'zosi bo'lgan davlatga tashrif buyurmoqda. Bu nafaqat diplomatik voqea, balki Kreml uchun siyosiy signal ham. Armaniston endilikda tashqi siyosatini faqat Moskva manfaatlari asosida qurmoqchi emas. Yerevanda qabul qilingan deklaratsiyada Ukraina masalasi, Armaniston-Ozarbayjon tinchlik jarayoni, Turkiya bilan munosabatlarni normallashtiruv va mintaqaviy kommunikatsiyalar haqida alohida bandlar kiritildi. Bu Kavkazni yangi geosiyosiy transport hududiga aylantirish rejalari bilan ham bog'liq. Bugun global logistika tizimi jiddiy bosim ostida. Shu nuqtai nazardan Kavkazdagi siyosiy barqarorlik nafaqat Armaniston yoki Ozarbayjon uchun, balki butun turkiy dunyo va Markaziy Osiyo uchun ham muhim masalaga aylanmoqda. Turkiya ham bu jarayonda markaziy o'rin tutadi. Anqara Kavkaz orqali Markaziy Osiyo bilan iqtisodiy va geosiyosiy integratsiyani kuchaytirishni istaydi. Armanistonning Turkiya bilan munosabatlarni yumshatishga urinishi ham ana shu strategik o'zgarishning bir qismidir. Chunki yopiq chegaralar va doimiy ziddiyat Yerevan iqtisodiyotini cheklab kelgan edi. Armanistonda ko'pchilik endi mamlakatning uzoq yillik izolyatsiya siyosati natija bermaganini anglab yetmoqda. Bugun Kavkazda yangi geosiyosiy o'yin ketmoqda. Rossiyaning ta'siri nisbatan zaiflashmoqda. Yevropa Ittifoqi va Turkiya ta'siri ortyapti. Xitoy esa iqtisodiy jihatdan mintaqada ishtirokini kuchaytirishni istaydi. AQSh esa Rossiya va Eron ta'sirini cheklashga harakat qiladi. Shuning uchun Yerevandagi sammitni oddiy diplomatik tadbir deb baholash xato bo'lardi. Bu postsovet hududida yangi siyosiy arxitektura shakllanayotganining belgisidir. Armaniston esa bu arxitekturada Moskvaga to'liq bog'liq davlat emas, balki mustaqil geosiyosiy o'yinchiga aylanishga urinyapti.
Ammo bu yo'l ham xavfsiz emas. Armaniston hali ham Rossiya iqtisodiyoti va xavfsizlik tizimi bilan chuqur bog'langan. Kreml esa Kavkazni o'z ta'sir hududi deb hisoblaydi. Shu sababli Yerevanning g'arb tomon burilishi kelgusi yillarda Rossiya-Armaniston munosabatlarida yanada jiddiy siyosiy inqirozlarga olib kelishi mumkin. Bu fikrni Putinning bayram kunidagi oxirgi bayonoti ham tasdiqladi. Putin Armanistonning g'arb bilan yaqinlashuvi Rossiya bilan mojaroga olib kelishi mumkinligini bildirdi. Rossiya prezidentining so'zlariga ko'ra, Ukraina atrofidagi voqealar aynan Yevropa ittifoqi bilan integratsiya yo'lini tanlashdan boshlangan edi. Hozir biz Ukraina yo'nalishida yuz berayotgan barcha voqealarni boshdan kechiryapmiz. Buning boshlanishi nimadan edi? Ukrainaning Yevropa ittifoqiga kirishga bo'lgan urinishidan edi, degan Putin. Putin shuningdek Armanistonning Yevropa ittifoqiga qo'shilish rejalari alohida ko'rib chiqishni talab qilishini ta'kidladi. Butun dunyo Eron bilan ovora bo'lib turganida Suriyada keskin o'zgarishlar yuz berdi. Suriya prezidenti Ahmad al-Shara nepotizm haqidagi ayblovlarga qarshi turish va o'z boshqaruvini Asadlar oilasi hukmronligi modelidan uzoqlashtirish maqsadida aka-ukalarini yuqori davlat lavozimlaridan chetlatdi. Uning ukasi Mohir ham lavozimidan mahrum qilinib, uning o'rniga boshqa shaxs tayinlandi. Boshqa bir ukasi Hozim ham yuqori iqtisodiy lavozimdan iste'foga chiqdi. Uchinchi ukasining biznes faoliyati esa oila nomidan shaxsiy manfaatlar yo'lida foydalanganligi haqidagi ayblovlar sabab avvalroq to'xtatilgan edi. Suriya prezidentining bu qarori yangi Suriya rahbariyatining eng namoyishkor siyosiy qadamlaridan biri bo'ldi. Hokimiyat an'anaviy ravishda oilaviy va qabilaviy aloqalarga tayanadigan Yaqin Sharq uchun bunday qaror nafaqat kadrlar siyosati, balki ramziy ahamiyatga ham ega. Ayniqsa davlat tizimi o'nlab yillar davomida Asadlar oilasi hukmronligi bilan bog'langan Suriyada bu keskin siyosiy qadam hisoblanadi. Bir qarashda bu ichki kadrlar tozalashdek ko'rinadi, biroq qarorning siyosiy mazmuni ancha chuqurroq. Ahmad ash-Sharaa hokimiyat legitimligini saqlab qolish uchun hatto o'z yaqinlarining ham ta'sirini cheklashga tayyor rahbar sifatida ko'rinish bermoqda. Suriya jamiyati uchun bu masala ayniqsa og'riqli, chunki sobiq zolim prezident Bashar Asad hukmronligi yillarida oilaviy va qabilaviy mexanizmlar resurslar, ta'sir va xavfsizlikni taqsimlashning asosiga aylangan edi. Mamlakat iqtisodiyoti tor doiradagi qarindoshlar, yaqin biznesmenlar va kuch tuzilmalari bilan chambarchas bog'lanib qolgan edi. Shuning uchun bugun nepotizmning har qanday ko'rinishi avvalgi tizimning takrorlanishi sifatida qabul qilinmoqda. Albatta, ko'p yillik urushdan keyin Suriya juda og'ir iqtisodiy ahvolda qolyapti. Vayron bo'lgan infratuzilma, yuqori inflyatsiya, ommaviy qashshoqlik, sanksiyalar bosimi va tashqi yordamga qaramlik shular jumlasidandir. Bunday sharoitda adolatli boshqaruv va korrupsiyaga qarshi kurashishga bo'lgan jamoatchilik talabi keskin kuchaydi. Yangi rahbariyat uchun oilaviy proteksionizm haqidagi ayblovlar bir necha sabablarga ko'ra xavfli. Birinchidan, bu ichki ishonchni zaiflashtiradi. Urush yillarini boshdan kechirgan aholi boylik va hokimiyatning cheklangan doira qo'lda jamlanishiga tobora kamroq toqat qilmoqda. Ikkinchidan, bu tashqi o'yinchilar bilan munosabatlarni murakkablashtiradi. Damashq bilan munosabatlarni bosqichma-bosqich normallashtirishdan manfaatdor Fors ko'rfazi davlatlari Suriya rahbariyatidan kamida cheklangan islohotlar va boshqaruvda shaffoflik kutmoqda. Uchinchidan, bu masala iqtisodiyot bilan bevosita bog'liq. Davlat institutlari ustidan oilaviy nazorat investorlarni qo'rqitadi, korrupsiyani kuchaytiradi va iqtisodiy tiklanishga to'sqinlik qiladi. Ash-Sharaning kadrlar siyosati tashqi siyosiy o'lchamga ham ega. Hokimiyat almashganidan keyin Suriya xalqaro izolyatsiyadan chiqish va mintaqaviy maydonda bosqichma-bosqich reabilitatsiyaga erishishga urinmoqda. Buning uchun yangi rahbariyat qo'shni davlatlar va tashqi o'yinchilarni endi Damashq Asadlar davridagi qattiq oilaviy avtoritarizm modelini takrorlamayotganiga ishontirishi kerak. Vaziyatni ayniqsa Fors ko'rfazi davlatlari diqqat bilan kuzatmoqda. Ular yangi beqarorlik, migratsiya va radikallashuv manbaiga aylanmaydigan barqaror Suriyadan manfaatdor. Shu bilan birga ular Damashqda kamida cheklangan islohotlar o'tkazishga qodir pragmatik rahbariyatni ko'rishni istaydi. G'arb davlatlari ham Suriyadan kelayotgan signallarni ehtiyotkorlik bilan baholamoqda. Faqat kadrlar almashuvining o'zi munosabatlarni to'liq tiklash uchun yetarli emas. Biroq bunday qadamlar siyosiy imijni o'zgartirishga urinish sifatida qabul qilinishi mumkin. Bugun sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzularimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.